Jamoangiz bilan yangi avlod sun'iy yuragini ishlab chiqdingizmi? Xayriyat. Dadamning kasalligini ortiq cho'zib bo'lmaydi. Doktorning aytishicha, yurakni 3 soat ichida almashtirish kerak ekan. Aks holda Men sun'iy yurakni olib allaqachon aeroportga yetib keldim. Tez orada Zinshiga uchib ketaman. sizga charter reys tashkil Kerak qilib emas. beraman. 18-17 reysga chipta oldim. Tez orada parvoz boshlanadi. C18-17. Oyi, meni sevgan qizim ham shu reys bilan uchyapti. Undan sizni topishini so'rayman. Sevgan qizing? Oyi, siz doim tadqiqotlar bilan band bo'ldingiz. Aytishga ulgurmadim. Biz anchadan beri birgamiz. U pul uchun menga yaqinlashgan boshqa qizlarga o'xshamaydi. Fursatdan foydalanib u bilan tanishib oling. Dadamning operatsiyasi tugagach, unga uylanmoqchiman. Yaxshi. Unda kimni tanlaganingni ko'rarkanman-da. Lilli, oyim bugun sen bilan bir reysda dadamning oldiga Zinshiga uchyapti. Bir-biringiz bilan til topishib olinglar. Rostdanmi? Yuvchuvang. Xavotir olma, men ularga albatta qarab turaman. 3 yil kutdim. Nihoyat Yuvchuvang ota-onasi bilan ko'rishimga ruxsat berdi. Janob Joni avvalgi sevgan qizi oyisiga yoqmagani uchungina undan ayrilgan ekan. Lilin, o'zingni yaxshi ko'rsatishing kerak. Albatta. Hamma narsaga erishish uchun 3 yil davomida yuvosh qiz bo'lib ko'rindim. Bo'lajak qaynonam ko'nglini topsam bo'ldi, darrov Jo oilasiga kelin bo'laman. Unda seni cheksiz boylik kutyapti. Aytgancha, oyisini ko'rinishini qanaqaligini bilasanmi? Yo'q. Lekin Yuvchuvang aviakompaniya prezidenti oyisi ham albatta birinchi klassda uchadi. Aslzoda ayolni salobatini bir ko'rishda tanib olish mumkin. Ketdik. Salom. Qoch. Siz? Ko'rnamay kampir. Umid qilamanki, kelinim bunaqa qiz bo'lmaydi. Salom. Hurmatli yo'lovchilar, Lilin, parvoz bo'lajak boshlanishi qaynonang arafasindamiz. Iltimos, telefoningiz o'chirilgani yoki avia rejimga o'tkazilganiga yana bir bor ishonch hosil qiling. Minnatdormiz. Lilin, bu olomon orasida janob Joni onasi bo'lishi mumkin emas. Nahotki u hali aeroportga kelmagan bo'lsa. Xonimlar, iltimos joyingizga o'tiring. Eshikni yopishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Yopish mumkin emas. Qaynonam hali kelmadi. Eshikni yopmang. Lekin chiqish joyi allaqachon yopilgan. Qaynonangiz hozir yetib kelsa ham samolyotga chiqa olmaydi. Unda chiqish joyini qaytadan oching. Xonim, hozir parvoz vaqti. Yo'lovchilar xavfsizligi uchun eshik yopilishi shart. Shoshma. Lilli nima deganini eshitmadingmi? Yopishga jur'at qilma. Qizim, qaynonang kechikkan bo'lsa, chiptasini boshqa vaqtga almashtirsin. Hammamiz uni kutib o'tira olmaymiz-ku. Biroz kutsangiz nima qiladi? Xonim, parvoz va qo'nish vaqti aniq belgilangan. Bu kechikish keyingi reyslar jadvaliga ta'sir qiladi va yo'lovchilar vaqtini behuda sarflaydi. Iltimos tushuning. Sizga o'xshaganlarning vaqti hech qancha turmaydi. Tushunishim kerakmi? Aksincha, sizlar meni tushunishingiz kerak. Qizim, yarim soatdan keyin Zinshiga yana bir reys bor. Qaynonang chiptasini almashtirishga ulguradi. Bu uning safarini ham buzmaydi. Hammani kutishga majbur qilmaydi. Buni ustiga erim Zinshida hayotini saqlab qolishini kutyapti. Kechiksak, bu uning hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Eringni hayotda qaynonamni safar oldida nima ham bo'lardi? Xo'sh, gapir.